Bugun balans suvlar haqida mijozlarimizdan kelgan eng aktual savollarga javob beramiz. Bu shifobaxsh suvni yozning issiq kunlarida muzlatgichga qo'yib ichsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi bemalol. Oddiy suvni qanday muzlatgichga qo'yib ichsangiz, buni ham shunday qilsangiz bo'ladi, faqatgina muzlab qolmasligi kerak. Bu suvni faqat sahr kasalligiga chalingan insonlar ichish kerakmi? Profilaktika uchun barchaga mumkin. O't qopida, buyraklarida tosh, tuz bo'lsa ham, ularni tushirishda bu suv yordam beradi va ayniqsa qonni suyultiradi. Yurak-qon tomir kasalliklarida, asab tizimi faoliyatiga yaxshi samarali foyda beradi va insonning uyqusi yaxshilanadi. Juda ham zo'r, lekin Buxoro shahar ichida dastavka bormi? Bepul dastavka hozircha yo'q. Yandex orqali dastavka qilib berishimiz mumkin. Yana bitta eng aktual savollardan biri, homiladorlarga ichish mumkinmi? Albatta, homiladorlarga ham mumkin. Buni hech qanday organizmga nojo'ya ta'siri yo'q. Buni tarkibida 14 xil makro va mikro elementlar mavjud. Bu organizmga foydali, hech qanday nojo'ya ta'sirga ega emas. Agar siz ham sahr kasalligiga chalingan bo'lsangiz, bu balans shifobaxsh suvlari Aynan siz uchun. batafsil ma'lumotlar uchun mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Barchaga Omad.